Namangan shahridagi 27-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida bugun ma'naviy-ma'rifiy ruh ustuvor. Muassasada 279 nafar tarbiyalanuvchi voyaga yetmoqda. Ularning kamoloti yo'lida 10 nafar pedagog fidoyilik bilan faoliyat yuritadi. Direktor Zulfiya Abdurahmonova rahbarligida ta'lim maskanda bolalar uchun mehrga yo'g'rilgan, sog'lom va ruhiy jihatdan qulay pedagogik muhit shakllantirilgan. Bu yerda har bir mashg'ulot shunchaki dars emas, balki tarbiyaviy jarayonning uzviy bo'lagi sifatida tashkil etiladi. Tarbiyachi Saida Otaboyeva tashabbusi bilan ulug' mutafakkirlar Alisher Navoiy va Zahiriddin Muhammad Bobur tavalludi munosabati bilan ikki buyuk siymoga ta'zim mavzusida ma'naviy-ma'rifiy mashg'ulot o'tkazildi. Tarbiyachimiz Otabay va Saida tomonidan qisqa muddatli guruhimizda buyuk siymolarga ta'zim mavzusi bo'yicha mashg'ulot olib borildi. Tarbiyachimiz tomonidan Alisher Navoiy hamda Bobur Mirzo to'g'risida keng tushunchalar berib borildi. Hamda bolajonlarimiz bu mashg'ulotni juda qiziqish bilan qabul qilishdi. Jarayon interfaol metodlar asosida tashkil etildi. Tarbiyalanuvchilar mumtoz adabiyot namoyandalarining g'azal va ruboiylardan parchalar ifoda etdilar. Sahna ko'rinishlari orqali tarixiy shaxslarning siymosini badiiy talqin qildilar. Mashg'ulot davomida pedagog tomonidan adiblarning hayot yo'li, ijodiy merosi hamda tarixiy o'rni bolalarning yosh xususiyatidan kelib chiqib, sodda va mazmunan chuqur izohlandi. Zahiriddin Muhammad Bobur. Biz yaqinda kimni tug'ilgan kunini nishonladik? Alisher Navoiy. Ya'ni bolajonlar Bobur Mirzo. Savol-javob va ijodiy chiqishlar jarayonning jonli va samarali kechishini ta'minladi. Mazkur tadbirning asosiy g'oyasi ajdodlarimiz qoldirgan bebaho ma'naviy merosni bolalar qalbiga singdirish, milliy o'zlikni anglash tuyg'usini erta bosqichda shakllantirishdir. Chunki ma'naviyatga asoslangan tarbiya kelajak avlod tafakkurining mustahkam poydevoridir.